Xovos tumanining olis bir mahallasi bo'lgan Qahramon mahallasidamiz. Bir gapni baralla ayta olamizki, barcha hududlarda bo'lgani kabi bu yerda ham mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar samarasini ko'rishimiz mumkin. Birgina misol tariqasida kasbiy ko'nikmalar markazining bo'sh turgan qismida tikuv fabrikasini ochilishi bo'ldi. Hozir esa fabrikaning ish faoliyati bilan yaqindan tanishamiz. Loyiha qiymati 3,5 milliard so'mlik Elisa tikuv korxonasi ish boshlaganiga 3 oy bo'lib, bu yerda 200 ta ish o'rni yaratilgan. Zamonaviy tikuv uskunalari bilan jihozlangan korxonada xodimlar qulay sharoitlarda faoliyat olib borishmoqda. E'tiborli jihati ish beruvchi ishchilarni tushlik, transport xizmati bilan ta'minlash bilan bir qatorda o'ziga xos rag'batlantirish choralarini ham ko'rmoqda. Buni mas'ullarning o'zlaridan eshitsak. Bizning fabrikamiz shu Elisa MCH nomi bilan tashkil etib, bu yerga kelishimizga asosiy sabab hokimliklar tuman kambag'allikni qisqartirish bandlik bo'limlari hamda tijorat banklari bilan qo'shma rejamiz, loyihamiz asosida amalga oshirildi. Hozirgi kundagi asosiy bizning maqsadimiz va vazifalarimiz chekka hududdagi ayollar reyestrida turgan ayollarimizni ish bilan ta'minlab, bandligini ta'minlab, uylariga qo'shimcha daromadlar olib kelish bo'ladi. Yaxshi ishlagan ayollarimizga har oy rag'batlantirib borish tariqasida chet el sayohatlarni uyushtirganmiz. Misol uchun shu tekstil yo'nalishi bo'yicha masalan Dubay, Tailand, Misr kabi davlatlarga borib ham dam olishadi, ham tajriba almashish kelishga yo'lga qo'yganmiz. Hozir oldimizdagi yana qo'shimcha loyihalarimiz bor. Qo'shimcha loyihalarimiz bu ustoz shogird an'anasi asosida xalq ta'limi bilan birgalikda ularning ota-onalari bilan individual gaplashib, mahalladagi o'quvchi yoshlarni ish bilan ta'minlab borish bo'ladi. Qo'shimcha darsdan tashqari ustoz shogird an'anasi asosida, ya'ni shuni ham amalga oshirmoqchimiz. Korxonada ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar to'liq eksport qilinayotganidan ko'rinib turibdiki, bu yerda faoliyat olib borayotgan xodimlar dunyo talablari darajasiga mos malakaga ega. Men Mirzaobod tumani Bahoriston mahallasidan kelaman. Bizni mahallamizdan 7 kishi kelamiz bu yoqqa ishga. Bu yerdagi ish faoliyatim juda ham yaxshi. Oylik maoshlarimiz ham bizni qoniqtiradi. Bizga nafaqat ayollar, balki qadoqlov bo'limiga, mexanik bo'limiga erkaklar uchun ham ishlarimiz bor. Mahallada bunday ishlab chiqarish korxonalarining tashkil etilishi aholi bandligini ta'minlash, oilalar daromadini oshirish hamda hududning iqtisodiy salohiyatini yuksaltirishda muhim ahamiyat kasb etadi.